Oson pechenye qidirib yurganlar, yaqinroq keling. Siz bilan oson va kam xarj bo'lgan pechenye tayyorlaymiz. Idishga un va margarinni solib, yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan razrixletilni solib, bitta aralashtirib olamiz. Smetana, tuxum, shakar va vanilin shakari solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Qorvogan xamirimizni 15 minut tindiramiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq bilan shakarni aralashtirib olamiz. Tingan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, ustidan nachinkani sepib, tekislab olamiz. So'ng rulet shaklida o'rab, videoda ko'rsatilgandek bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'lgan xamirimizni olib, shunaqa qilib oralarini ochib, gul shakliga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarni lislarga joylab, pishirishga jo'natib olamiz. Pechenyelarimiz tayyor, yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.